Hop. Demek davom ettiramiz. X kvadrat 4y kvadrat barabar 4. Yani böyle şöyle düşünmemiz. Devam ettiramiz. Ama biz orada anaqa nimani o'rganamiz. Nimani anaqa. Demak, x kvadrat plus 4y kvadrat barabar 4. Ya mana shu şeyni ko'ramiz. Nima qanaqa sizlar ekan. Biz demak har biriga bir yozib qo'yamiz. Ellipsni karantinani qanaqa x kvadratdan qism a kvadrat yozilgan y kvadratdan qism b kvadrat barabar 1. Demak, h prinsipini olib kelishimiz kerak. Buning uchun demak, ikkala tomonni 4 ga bo'lamiz. X kvadratdan qism x kvadratdan qism 4 hadma-had bo'ladi. Biz 3 kvadratdan qism 4 demak, buni soddalashtirsak, nihoyat x kvadrat qism ekan 4 y kvadrat 4 dan 4 qilsa bergan qoladi 1 qoladi. Mana shu yozamiz, endi yozmasa ham bo'ladi. Tamam ekan. Demak, endi mana buni ikkalasini taqqoslaymiz. Birinchidan a kvadrat nimaga teng ekan? A kvadrat teng ekan mana 4 ga. B kvadrat nimaga teng ekan? Teng ekan mana 1 ga. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadiki, a teng ekan kvadratni chiqarsak, plyus minus nima chiqadi? 2 chiqadi. Plyus minus 2. B teng bo'lar ekan. B teng bo'ladi, bu plyus minus 1. Demak, biz ayta olamiz, xo'sh, ellipsning o'sha o'qlari, demak, variantlar aytishimizki, a katta b bo'lsa, ellipsni joylashuvi o'x bo'yicha joylashadi. Agarda a kichik b bo'lsa, nimaga bo'ladi? Unda hozir ellips bilan tepadan bu yoqqa joylashgan. Demak, buni mana shunaqa qilishimiz kerak. Demak, bu yerda shu a katta b demak birinchi holat. Demak, ellipsning ko'rinishi oyoq soqqa nisbatan nima bo'larkan? Simmetrik bo'ladi. Ammo ellips ixtiyoriy o'qlarga nisbatan simmetrikligini yuqorida aytib o'tgan. Hop, demak, endi nimalarni topishimiz kerak? Birinchidan o'qlarni topdik. O'qlar demak 2 bilan necha ekan? 4 bilan 1 ekan. Demak, endi bitirishimiz uchun hozir buni boshqa programma chizamiz. Bu birinchi. Kanalni mana shu yerda joylashadi. Ikkinchi, demak, o'qlarni ikkinchi endi shuni topamiz. Eccentricity topamiz. Epsilon teng edi. Taqsim nima? Aydimi? Taqsim aydi. Demak, bu yerda s noma'lum, s'ni qayerdan topamiz? S'ni topamiz yuqoridagi formuladan, ya'ni o'sha s demak, a kvadrat minus c kvadrat b kvadrat edi. Mana teng topamiz. B kvadrat teng edi a kvadrat minus b kvadrat edi. Mana shu edi. Mana bundan endi bizda a bilan blar ma'lum. Mana b kvadrat 1 ga teng, to'g'rimi? 1 teng ekan. A kvadrat 4 ga teng, to'g'rimi? Bu yerda minus c kvadrat. Bundan kelib chiqadiki, b kvadrat teng ekan
Так, A kvadratga teng bu birga teng bo'lsa, avval Thế ông mình được demak, demak, o'qlari mana yarim o'qlari 2 bilan 1 c kvadrat a kvadrat minus b kvadrat yoki b kvadrat a kvadrat minus c kvadrat. To'g'ri shu. Demak, c ni topadigan bo'lsa a kvadrat minus b kvadrat. Demak, bu yerda mm, demak, c kvadrat teng bo'lar ekan a kvadrat minus b kvadrat demak 4 minus 1 bo'lar ekan. Demak, bu 3 ga teng ekan. Demak, fokuslari plus minus nima ekan? Yuzasida 3 ekan. Demak, katta A, katta C, demak A bizda demak 2 ga teng bo'lsa, bu 1,73, to'g'rimi? Katta A katta C chiqyapti mana. A to'g'ri chiqyapti. A katta C. A katta C demak bu 2 ga teng bo'lsa, bu bundan chiqadi 1,73 demak to'g'ri chiqadi. Demak, bu fokuslari bo'lgan. Fokuslarni yozamiz. F1. Demak, biz hozir hammasini yozamiz. Demak, fokuslari F1 bu minus yuzasida 3, 0, F2 yuzasida 3, 0. Shunda bo'ladigan fokuslari bo'ldi. Hop, endi xo'sh, uchlarini topishimiz kerak. Demak, uchlari demak, mana bu to'rtburchak bo'ladigan bo'lsa, mana to'rtburchak bo'ladigan bo'lsa, hop, mana bizda to'rtburchakning ichiga joylashadi elips. Va mana bizda nima bo'ladi? Ox nima yo'q, bu xo'sh, 2 ekan, bu minus 2. Bu 1 ekan, bu minus 1. Demak, mana shu to'rtburchakning ichiga joylashgan bo'ladi. Demak, biz nuqtalarni, uchlarni topishimiz mumkin. Uchlarni koordinatalarini topadigan bo'lsak, mana bu nuqtani koordinatasi masalan A1 bu minus 2, 0. Bunisi demak A2 bu bunisi 0, 1. A3 bu 2, 0. A4 bu minus 0, minus 1. 0, minus 1. Mana nuqtalarni koordinatasiga A1, A2, mana bu, mana bu, bu A3. Mana shu to'rtburchakning ichiga joylashgan bo'ladi. Mana shunaqa deymiz. Nasib topdik. Şimdi eksentrikni topamiz. Epsilon topamiz. Epsilon teng ekan bu stret taqsim nima? A. Xo'sh. C bizda yuzasida 3 ga teng. A teng 2 ga. Nima bilan teng ekan? Bitta 2 chiqargan bundan. Bunga demak bu teng ekan. Mana bo'lamiz. Demak bu 865. Bu ekan 0,865. Bu demak ko'ramiz, 1 ga yaqin son, to'g'rimi? 1 ga yaqin son bo'lganligi uchun demak buni hozir aniq chizishimiz uchun programmadan foydalanamiz. Program ekranidan shuni foydalanib chizamiz. Hozir shu narsalarni hozir chizamiz. O'shani yerda bor.
demak qadam chiqishimiz kerakmi? Hop, endi qilamiz. Bu 3D emas. Demak, o'sha ellipsimizni evet. Hop, ana endi yozamiz. Bu yerda berilishini yozish kerak demak. X kvadrat. Demak, bu yerda mana y barobar x ni chizyapman. Bittaga chizyapman. Mana x yozdikmi? Bu degani y barobar x degani. X kvadrat. X kvadrat. Y barobar x kvadrat chizdi. Plus yozishcha nima yapti? Yana 4 eng birinchi berilishini yozamiz. 4 y kvadrat. Y kvadrat. Barobar. Ko'ryapsizlarmi? Ellipsni chizyaptimi? Kattalashtirishim mumkin. Kattalashtirsak mana ko'ryapsizlar mana bu demak 2 to'g'rimi? 2 mana bu minus 2 1 minus 1. Ko'ryapsiz nima mana shu bir burchakning ichiga joylashgan bo'lar ekan. Hozir mayli buni ham chizaylik. Demak qismat ochsangiz qismat ko'ryapsizmi? Ellipsimiz hozir mana bu A nuqta bo'ladi. Buni A nuqta deb olamizmi? A nuqta A1, A2 uchlar ana shu joylashgan. Bitta uchi, bitta uchi shunaqa joylashgan bo'ladi. Hop, endi eksentristeti bu o'sha cho'zoqligini bildiradi mana. Demak, buni o'zgartirishimiz uchun har bir shaklni ko'rishimiz uchun biz masalan mana buni o'zgartirsak kerak. Masalan, buni boshqa son berib qo'yaylik. Ana qanaqa bo'lyapti? Masalan, deylik 16. Mana ko'ryapsizlar? Ellipsimiz ko'rishga ega bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar? Ko'rishga ega bo'ldi. Demak, ko'ryapsizlar buni orqali ko'rishingiz mumkin. Yoki masalan, mana bu yerda 9 bo'lsa, ko'ryapsizlar? Ellips endi oydek o'qiga demak qarab chizilgan bo'ladi. Mana qilsa chizilgan bo'ladi. Mana demak bu endi A kichkina nima bo'lyapti? A kichik A demak 9 taqsim 16, bu 1 taqsim 4. Demak bu bundan kichkina bo'lganda demak oydek o'qiga nisbatan mana ajrashgan bo'ladi. Bizning misolimizda qanaqa edi? Misolimizda mana edi mana bu yerda demak biz ana shunaqa qilib biz ellipsni o'rganishimiz mumkin. Davom etamiz. Hop, bu yerda mana bu delpirsalarning tenglamalari chiqarilgan yozilgan qizillar. Demak bu x taqsim x barobar 4 taqsim x asli 3 chizib. Buni nima uchun kerak bo'lgan? Bu mana bu masofaning mana bunga nisbati doimo 1 son chiqadi. Bu nisbati mana bunga demak bu ham 1 son chiqadi. O'shasini ana a taqsim epsilon son chiqadi. Demak bu mana shunaqa bo'ladi. Endi ikkinchi nima giperbola va parabola o'tadi. Giperbola demak hozirgiga o'xshagan. Bu yerda ham demak ikkita fokus ikkita nuqta masofalarni ayirmasini ayirmasini absolyut qiymat deb olishimiz kerak.
Mana böyle yığıntısı edi, böyle ayırması. Absolut kıymetli 2A'ga teng bo'lgan kattalarning geometrik bo'lib giperbola deyiladi. Giperbola deyiladi. Demak, giperbolani sizlar o'rta maktabda o'tgansizlar. O'sha yerda analizni ham qilishda, mana demak F1, F2, mx degilik mana shu nuqtadan bu ayirma f demak bu ikkisiga teng bo'ladi. Mana o'sha oldingiga o'xshagan fokuslar deyiladi bu. Bilan fokuslar deyiladi va ularni uzunligi ikkisiga teng bo'ladi. Hop, endi fokuslar koordinatalari yozilgan. Birinchisi nol, ikkinchisi nol. Bu endi ta'rifga asosan ilk bilan ta'riflasak demak mf 2dan mf 1ni ayirsak 2a ga teng ekan. Demak bu ikkita e, nimaga ajraladi? Bitta tenglamani ajratadi. Bittasida demak musbat, bittasida manfiy. Ya'ni bu plus minus 2. Demak, ayirmasi demak 2 ga teng bo'ladi, ayirmasi minus 2 ga teng bo'lishi mumkin. Mana minus 2 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, bu deganimiz ikkita nima bo'lar ekan? Grafik ikkitadan iborat bo'ladi. Bu yerda ellipsda bitta edi, bu yerda endi ikkita bo'ladi. Mana bu yerda o'shanga o'xshagan mulohaza yuritiladi. Faqatgina endi mana bu yerga kelgan joyimizda mana bu yerda endi mana bu boshqacha nima qilinadi. Bu mana demak mana bu yerda endi e, mana buni nimasi qiymati boshqacha mana. Bu demak minus a kvadrat c kvadrat teng bo'lar ekan minus b kvadrat. Bu yerda mana bu plyus edi. Mana bunday ellipsda. Minus bo'ladi. Demak mana shunaqa qilishni olish mumkin. Demak umuman olganimizda ellipsning demak kanon teoremasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. O'sha oldinga o'xshagan bitta chiqariladi. Demak x kvadrat asl kvadrat minus y kvadrat asl b kvadrat bu ayirmasi birga teng. Demak b kvadrat bu yerda c kvadrat minus a kvadrat. Bu yerda sal boshqacha edi bunisi. A kvadrat, bu yerda a kvadrat minus c kvadrat. Bu yerda c kvadrat, ya'ni fokuslari ishlaridan tashqarida bo'ladi. Kanon teoremasi deyiladi. Bu yerda o'sha shu nuqtalarni to'rtta koordinatlar temasida demak simmetrik o'qiyotgan simmetrikligini aytishimiz kerak. Demak bu yerda mana bu demak x y barobar 0. Demak o'shani nimalar kelib chiqadi chiziq. Demak bular haqiqiy o'qlari. Demak bu yerda bitta narsa borki, ellipsning haqiqiy yoki mavhum o'qiladigan tushuncha bor. Demak mana bu yerda masalan x barobar 0 desak, mana tenglamada mantiqcha bo'ladi. Mana x barobar 0 desak, mana bu yerda barobar 0 desak, bu y kvadrat taqsim b kvadrat 1 ga teng yoki y kvadrat teng minus b kvadrat teng bo'ladi. Mana shundan kelib chiqadi. Demak bu uchlari koordinatalar mana bu haqiqiy o'q deyiladi. Mana bu a mana haqiqiy o'q va mana bu esa mavhum o'q deyiladi. Mana bu chizmasi bor. Demak bular demak tarmoqlari demak o'sha tenglamasidan kelib chiqadi mana. Demak asymptota degan tushunchasi bor. Asymptotasi kelib chiqadi mana. Asymptotasi mana asymptota. Asymptotasi bu endi shunga yaqin joylashgan bo'ladi. Demak bu mana shu barcha aytgan narsalar mana shu yerda bor. Masalan mana bu e, nuqta mana masalan ana demak ana bu nuqtalar nuqta demak ana bu asymptotalar y barobar beta sigma x y barobar minus beta sigma x demak mana demak koordinata boshi bo'lsa hop, mana bu demak endi nima uchun plyus olinishi mana bunday olsak ham bo'ladi. Mana bunday olsak ham bo'ladi. O'zingiz chizadigan bo'lsak bittasi mana bu bunday va mana bu mana bu chizadigan to'rt demak ana bu endi boshqa nuqtasini oladigan bo'lsa bu mx y bo'lsa bu qaysi nuqta bo'ladi endi bu m hozir m m nima bo'lar ekan bu minus 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 x
minus x y bo'ladi bu. Demak, mana bu e, mana bu yerda x y bo'lsa, demak minus x y bo'ladi. Demak, mana bu nuqtalarni hozir chizamiz. Agarchi demak, ana shuni qiladigan bo'lsa, mana bu yerda ana bu fokusga chiqdi. Bu nima aytadi? Mana bu yerda endi masalan buni m1 nuqta desak, m1 nuqta desak, bu yerda m1 nuqta o'sha shart bajariladi. Ya'ni anaqa shart. Ya'ni deganimiz bu m1 ana m1 bo'lsa, demak m1 dan m1 f1 demak buni ayirsak buni ayirsak demak ikkalasi demak bir xil narsa bo'ladi. Demak ana bu e, ko'k bilan qizillar demak bu boshqa shoxi, bu boshqa shoxi. Demak shunaqa shoxlarni ajratib olsangiz, xarakteristikalari oldinga o'xshagan bor bu yerda. Demak bu yerda c taqsim a, bu yerda endi mana bunday bo'ladi. Bu ko'ryapsizlar, bu yerda demak -1 minus edi, bu yerda 1 plyus. Demak bu degani birdan katta son bo'lishi mumkin. Birga teng bo'lishi mumkin yoki birdan katta son bo'ladi. Birdan katta son bo'lsa, demak biz e, tarmoqlarning shaklini demak bu yerda demak qarab his qilgan yoyiq bo'lishi mumkin. Hozir buni chizib ko'ramiz. Chizib ko'rsatamiz. Faqat raduslar o'shadan ko'rib olishi mumkin. Mana bu yerda demak teng yo'li deyiladi. Agarda bu ikkalasi teng bo'lsa, a bilan b teng bo'lsa, teng yo'li deyiladi. Teng yo'li bitta bilan chiqadi. O'rtalikda mana shuni ko'rgansizlar. Hop. Mana endi mana misolni ko'ramiz. O'sha 16 qo'sh 16 qo'ysa, o'sha chizilgan mana bu narsa yozib ko'rsatamiz mana bu yerda. Mana endi hozirgi hiperbolani chizamiz. Desak 16 9 ekan. Buni yozaman. X kvadrat taqsim 16. X kvadrat taqsim X kvadrat mana bu. Demak, mana ko'rsak, mana ko'ryapsizlar. Ellik chizilgan. Demak, ana endi o'sha bu yerda eksentrisitet mana bu yoyiqligi. Mana masalan, mana bunday o'tishi mumkin buni. Buni hozir qiyinroq mana bunday o'tishi demak bu eksentritligiga bog'liq. Mana bu uchlari deyiladi, mana uchlari. Mana uchlari demak mana bu chap nimasi tomon, bu o'ng tomon. Demak, mana shunaqa qilib chizishimiz mumkin. Bu yerda nimalar chizilgan olib ko'ramiz. Hop. Demak, bu yerda hop. Mana ko'ryapsizmi? Demak, buni berilishi qanaqa edi buni? Chizilgan bo'ladi. Mana demak, mana bu bizga nima edi? A kvadrat, to'g'rimi? A kvadrat 16. Haqiqatdan mana 4 mana. Fokuslarni topishimiz kerak. Fokuslar qanaqa topiladi? Fokuslarni hozir topamiz, fokuslarni.
birinchi bo'lim topishlar. Xo'sh, buni topgan topishimiz uchun formadan foydalanamiz. C kvadrat A kvadrat plus B kvadrat. Topishlar 5 ga teng ekan. 5. Hop. A kvadrat plus B kvadrat topishlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'risak demak 5 ga teng bo'lsa, bu quyidagicha bo'ladi. Mana demak fokuslarga joylashgan bo'lar ekan. Ana bu joylashgan bo'ladi bittasi. Mana bitta fokusi. Ana ikkinchi fokus. Ana endi giperbolani ta'rifidan mana shu demak AB emas F1 F2 bo'ladi endi. F1 F2. Hozir amal AB turisi farqli. Demak, ana endi agar biz adres qiladigan bo'lsak, demak ixtiyoriy mana shu ixtiyoriy nuqta mana bu nuqtani qo'yish. Mana bundan mana bu masofa va mana masofalar ayirmasi nimaga teng? Nimaga teng yoki masalan bu nuqta mana bu masofa ayirmasi hammasi o'zgarmas son. Demak, masalan mana bu nuqta nima bo'ladi? Ana bu bo'ladi va ana bu bo'ladi. Demak, yoki masalan ixtiyoriy bitta nuttasini olsak, masalan bundan masofalarni ayirmasi o'zgarmas son deb ta'riflanadi. Ana shu nuqtalar yurib ketaverar ekan. Nuqtalar hammasi ellips nuqtalar hisoblanadi. Giperbola nuqtalar hisoblanadi. Demak, ana shu nuqtalardan hammasini birlashtirib chiqsak, ana shu nuqtalar hammasi ellipsning nuqtalari nuqtalari bo'ladi, giperbola. Bundan bungacha masofa ayirmas. Ana shunaqa qilib biz giperbolani nuqtalardan qo'shishimiz mumkin. Epitsentr setini topadigan bo'lsak, bu C taqsim A bizda 5 ga teng bo'lsa, demak bu 1.25 ko'rsa birdan katta. X identiteti birdan katta bo'ladi. Bu birdan katta son chiqadi. Ellipsniki birdan kichiklaydi. Bu direktrisari x a taqsim epsilon bu x barobar 3 taqsim 3.2 x bo'ladi. Masalan, ana shunaqa demak biz giperbolani mana shunaqa o'rganishimiz mumkin. Demak, yana endi misollar ko'ramiz. Shu parabola o'tib olaylik, misol ko'ramiz. Hop, parabolada uchinchi parabola sizlarga tanish. Faqat bu yerda misol boshqacha aytiladi. Masalan, f berilgan f nuqta va L to'g'ri bo'lgan masofalar o'zaro teng bo'lgan ikkidagi nuqtalarning geometrik o'rni parabola deyiladi. Demak, nuqta berilgan, nuqtadan demak chiziqgacha bo'lgan masofalar teng, o'zaro teng bo'ladigan. Ya'ni bu f nuqtadan fokus deyiladi. Chiziq esa direktrisa deyiladi. Direktrisa. Hop, ana demak, ana qaranglar, bizga berilgan f nuqta mana. F nuqta. Bir koordinatasini p taqsim 2 deb olamiz. P taqsim 2 va mana bu mana masofaga teng. Ana demak, ana masofani mana bu nuqtadan to'g'ri chiziqgacha, ya'ni mana mf teng ekan, mana nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofaga teng ekan. Nuqtalarning geometrik o'rni mana. Demak, bu yerda hozir buni ko'ramiz. Demak, shuni joylashtirishimiz kerakki, bu yerda fokusdan demak o'tuvchi perpendikulyar qilib demak chiziq chizamizda. Hozir 10 minutdan keyin tugaydi. Qaysi gruppaga praktika bo'lsa, o'sha gruppa kirsin. Xo'p. Yarim soatdan keyin kiramizda, to'g'risi. 15 minutdan keyin, 20 minutdan keyin. Demak, ana bu masofalar demak teng bo'ladi mana x dan. Mana bu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa. Mana bu demak topadigan bo'lsangiz, bu masofani bu barobar tashkil qiladi. Ikkitasi teng bo'lsa, demak nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa eslaringizda bo'lsa mana.
demak, bunaqa masofa formula bor. V barobar ax plus b, mana bu yerga yozaylik. Bundan tortishcha bo'lgan masofa. O'shanga aytaylik. Demak, ax plus by plus c barobar 0 tortishqasi yoki m x0 nuqtadan x tortishqasi bo'lgan masofa demak uni topamiz. B barobar modul ax0 Şimdi bir de bizde ama doğru çizgimiz var. Ara bu emas. X minus x plus beta sınıfı. Beta sınıfı var. Bunun için. Şimdi toparlayacağımızda düğmesi hanım toplayalım. O zaman şurada böyle de x'i noktadan da bir de başlayalım. Hadi. X plus beta sınıfı 2. Şurada böyle de. Ahırda bunu böyle bir bölüm. Peki. Oldu. X plus beta sınıfı 2. Mesela var şimdi. Karşı masafa indi. Öteki bölüş kerak. Mana shu masofa teng bo'lishi kerak ekan. MC ya'ni ana shu nuqtagacha bo'lgan masofa demak. Bizda demak teng bo'lishi kerak MF demak. Mana masofa teng bo'lsa demak bu parabola bo'ladi. Mana tenglarni kelib chiqadi. Demak kelib chiqadi. Mana soddalashtirsak, endi mana bu nima bo'ladi? Mana parabolaning teng emas deydi. Demak bu yerda nega parametr deb aytiladi. Demak bu y kvadratga nisbat hozir misol yordamida ko'ramiz. Misol keltirilgan. Demak bu yerda endi umumiy holda ikkinchi tarkiblardan quyidagi ko'rinishda aniqlashimiz mumkin. Agarda x tipi ya'ni s taqsim a 0 bo'lsa, birinchi xo'sh, epsilon barobar s taqsim a demak 0 bo'lsa, bu chiziq aylanaveradi. Xo'sh, mana 0 bilan 1 oralig'ida bo'lsa, mana bu bo'lsa, demak ellips bo'ladi. Aylanadi. Agar 1 bo'lsa parabola bo'ladi. Bilan katta bo'lsa hiperbola bo'ladi. Ko'z holat. Hozir misol. Fox'tagacha masofa yo'q, parabola teng. Delta tenglamasini tuzing gapiradi. Keting, bittasi 2 barobar p4 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ko'rinishda bo'lagan 8x. Chizsak bo'ladi. Demak, y kvadrat barobar mana delta tenglamasi x barobar -2. Agar uni chizadigan bo'lsak, mana bu yerda bungacha bo'lar ekan. Fokuslarni demak nimani? Hop. Yozaman. Hop, demak y kvadrat barobar 8x. Demak, nuqtasini topamiz. Fokuslar demak f kino f nol topamiz. Bu fokus demak xo'sh va direktrissasini yozamiz. Direktrissasi quyidagicha bo'ladi. Direktrissasi x barobar -2. -2.
Demek demek bunu yozishimiz mumkin endi. Demak, ana bu masofa, mana bu masofalar teng bo'ladi. Teorik tenglikni olsak, hozir işte, mayli. Demak, mana xo'sh, mana teoriya mana shundan, mana shundan o'ngacha chizib, masalan, ana shu nuqtaga chizib, mana bu masofa mana shunga teng bo'lishi kerak. Ko'rasizlar, haqiqatda tengini ko'rasizlar. Demak, bu haqiqatda shunday. Yoki boshqa nuqtalarni olib ko'rishingiz mumkin. Masalan, nuqta mana bu olasiz. Yoki masalan, ana bu nuqtadan, ana bu nuqtadan, ana bu nuqtadan, to'g'rimi? Ana masofa teng. Yoki masalan, ana bu nuqtadan, ana masofa teng. Yoki masalan, mana bu 3 birlik bo'lsa, mana bu 3 birlikka teng bo'ladi. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Hatto bu yerda mana shu bor. Masalan, DF. DF o'zligi nechaga teng? DF o'zligi. DF o'zligi DF 0 6 butun 46 ekan. A, D, CD. CD'ni uzunligi ham shunday bo'lishi kerak. CD ham bu. Mana CD. CD mana shunday teng ekan. Xo'sh, DF-chi? DF. DF. Yo'q, ko'rasizlar. Bu bilan mana bu bir xil. Hatto shunday bo'ladi mana. Yoki masalan, ana buni AB bilan BF teng. AB bizda mana nechaga teng? AB 2 teng bo'lsa, bu 2 ga teng. AB 2 ga teng. Mana AB tekka teng ekan. Ha, da. Bu xo'sh, buchi ham tekka teng. B ham tekka teng. Bu ikki marta nima qilib yozilgan. Demak, ana shunday qilib, demak, biz nima qilishimiz mumkin ekan? Parabolani ko'rishimiz mumkin ekan. Hop. Endi mana bunday kvadrat sifatini ham o'rgansak bo'ladi. Bu matematikada ham o'rganilgan. Demak, to'la kvadratga ajratib, mana shuni ko'rib chiqaylik, mayli. Hop, endi mana bizga berilgan y barobar x kvadrat minus bx kvadrat berilgan. Demak, mana bu agar a nolga teng bo'lmasa bo'ldi. Mana agar nolga teng emas, endi a demak musbat bo'lsa, bu parabola mana bunday beradi. Agar a manfiy bo'lsa, parabola mana bunday bo'ladi. O'tkansizlar. Demak, keltirsak, ko'paytiraversak, demak, a demak x minus b taqsim a bo'lishi kerak. Nima demak? Minus b kvadrat plus 4ac. ac